O'zbekchilikda bitta yomon illat bor. Qo'shnim nima deydi? Odamlar nima deydi? Mana shu narsa tadbirkorlarning ishida ham bor. Bittasi restoran ochadi. Sal savdosi bo'lmasa, qo'shnilarim nima deydi? Akam nima deydi? Otam nima deydi? Xolam nima deydi deb jazavaga tushadi. U jazavaga tushayotgan payt komandasi ham mana bu yerda stress, muammo bo'lib ketadi. Akajon, sizdan oldin ham restoran ochganlar, sizdan oldin ham biznes qilganlar. Muammosiz bu narsa. Mana bu yerda yozilgan bo'lsa, bo'ladi, sabablarini qilsangiz. Lekin odamlar uchun biznes qilmang. Bu qadriyatingizni yo'qoting, yana u odamlar uchun pul tikdim, endi biznes qilyapman, o'xshamay qolsa hamma ustimdan kuladi. Aka, odamlarning 100 xil biznesi bor. 100 tasidan ikkita proyektga o'xshaydi. Qolganlari bankrot bo'ladi, sotib yuboradi, ishlamaydi. Siz bitta biznes qilib turib, otangizdan, onangizdan, xolangizdan, amakingizdan, jiyaningizdan, qo'shningizdan, uyingizda oldidan musrab ketayotgan odamlar uyalyapsiz. Qo'ying bunaqa narsalarni, uyaling. Faqat bosish kerak, dakansa.